Bugun sizlarga kunim obeddan keyingi qismini ko'rsatmoqchiman. Bilasizlar, orada azochka videolar chiqara olmadim, sababi shamollab tomog'im juda ham qattiq og'rib, ovozim bo'g'ilib qolgandi. Ujinga kartoshka palov qilishni rejalashtirgandim. Guruchlarni solib, chiroyli qilib damlab qo'yganimdan keyin, to ovqatim tayyor bo'lguncha darvozaxonani ham supurib, stol-stullarni changini artib oldim. Kartoshka palov bilan maza qilib yeyishimiz uchun agarotimizdan pomidorni o'zini terib chiqib, bodring somasdan shunaqa suvligini achuchi qildim. Suvlariga non botirib yesa shunaqa mazali bo'ladi. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin oshxonada birorta ham yuvilmagan posuda qoldirmaslikka harakat qilaman. Dodajonni ishga kuzatib olib, oshxonadagi ishlarimni qilib olganimdan keyin qizlarim bilan xonamizga kirib ketdik. Opa-singil ikkalasi maza qilib o'ynayotgandan foydalanib, ertangi ishim ko'payib ketmasin deb joyida dazmollarimni qilib oldim. Dodajonni kiyimlarini ham dazmol qilib, ertaga kunduzi xonalariga olib chiqib qo'yaman deb dazmol polkani ustiga chiroyli qilib qo'yib qo'ydim. Menda ikkita qiz farzand bo'lgani uchun ularni uxudi va tarbiyasiga ko'proq e'tibor berishga harakat qilaman. Qizlarimni pijamalarini kiyg'izganimdan keyin ularni sochlariga o'zimni brendim asosida ishlab chiqariladigan tabiiy soch spreylarini sepib, tarab, uxud qilib qo'ydim. Qizlarim juda ham kichkinalik vaqtligidan ularni gigiyenasiga alohida e'tibor berib, toza ozoda holda katta qilib kelayotganim uchun ikkalasi ham uxud qilishni xuddi kattalardek yaxshi ko'radi. Shu o'rinda sizni ham o'z blogimga taklif qilib qolaman. Blogim farzandlarimni bog'chasiz uy sharoitida rivojlantirishim va uborka reelslarim haqida.